desam? Rahmat bo'ldi. Xo'sh, Said, nima uchun Baxtiyorni deyapsan? Nima desang, meni ishim aniq. Sizlarga o'xshagan men san'atkor emasman. Men yangi shaharlar quraman. Masalan, mana shu atrofga Guliston shahar. Aynan shu yerga qurishing shartmi? Nima desang, do'stim, domlam aytgan menga. Shu bilimim bilan uzoqqa bora olmas emishman. Mosfilm. Ha. Nima to'g'risida olmoqchisan birinchi filmingni? Qayta. Guli nima to'g'risida desa o'shani olaman. Ha? Ha. Ketdi Gulixon. Olg'a yigitlar, Ketdik. Hop ketmanglar. Valyerka, yetib bizga. Ha, Jamol, nima bo'ldi? Chaqab ketdim. Yur, Chaqar, yur. Nima qilsan? Hozir yetib Anvar, suyundan bormi? Ber, ozgina ichib olay. Ryukzagini yechilib ketibdi-yu, ketib qo'y. Chiqacha ko'tarib borasan. Chao, bambina. Qiziqish egasini. Guli, tez yurma dedim-ku. Elbetinglar Yemasan endi. Ye, pedal ekan. Ha, ana ekan, Said ovar berdi. Qodiribman-ku. Ha, temir tersak yig'ing yigitlar. Nima qilamiz endi? Hey, jamoa! Yigitlar! Ish bo'pti. Nima qildik-a? Hayronman. Boshim qotdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, uka. Bu atrofda birorta ustaxona yo'qmi? Bor. Qayerda? U ayoqda. Rahmat. Eshitilaringizmi, o'sha yoqda ustaxona bor emish. Ustaxona? Yura sozda. Kim boradi u yerga? Bo'lmasa chek tashlaylik. Bo'pti. Yo'q, bolalar, rozi emasman. Qo'yinglar. Mayli, men boraman. Ketaveringlar, yetib olaman. Tezroq kel. Anvar, men bora qolay. Bo'ldi, ketaveringlar. Aytdim-ku, yetib olaman deb. Yetib olaman. Guli. Ketdikmi? Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima, Valisabt avariya bo'ldimi? Ha. Shu atrofdagi ustaxonani bilasizmi? Bilaman. Olib borib qo'ymaysizmi? Mayli, o'tiring. Rahmat. Ketdik. Shu. Ko'p kutamanmi hali? Tezroq tamom qilasizmi? Ha? Velosipedimni qachon tuzatib berasiz deyapman. Sen choyxonaga borib damingni olib o'tir. Ko'ryapsan-ku bandman. Bu ishimni tugatay, keyin senikini boshlayman. Hamma dam olyapti. Faqat menda tinim yo'q. Ming marta aytdim, ha, yordamchi beringlar deb. Qayoqda deysan? Yordamchisi o'tib ketadiganga o'xshaydi. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom o'g'lim. Keling, kelsinlar. O'tiring. Gazetada nima gaplar bor ekan? Yunus vafot etibdi. Giroy Sovetskoy Soyuza. Tanirmidingiz u kishini? Birinchi eshitishim. Ajal yetsa shu ekanda.
Marhamat, chiqing, chiqsinlar. Qishlog'imizda qahramonlardan ko'pchilik. Bizning qishlog'imizning o'zida 12 tasi bor. 12 ta qahramon. Ha, Ishonmayman. ishonmaysanmi? Mana Muhyiddin ol, Pajarni. Urushda qahramon bo'lgan. Shu yerda ham bo'lishi mumkin-ku. Hech hal yonmayapti. Pajar yo'q. Ha, qishlog'ingiz juda ajoyib ekan. Men institutda o'qiyman. Nimani o'qitishadi institutda? Ha, bitirib nima ish qilasan, ha? Kino olaman. Kino? Kinoga men ham tushganman. Ancha bo'lganmi? Yo'q, unchalik emas. 41-yilda. Qayerda? Moskovda. Moskvani himoya qilganmisiz? Yo'q. Olma borgandim. Moskovga. Olma 41-yilda. Ha. Vitamin. O'zingiz a? Yo'q. Og'aylarim bilan. Odil, Mansur. Kim men? Urush paytida olma opardim deng. Ishonmayapsanmi? Menga o'shanda ham ishonishmagandi. Bu qilmishingizga javob berasiz ham. Harbiy holat qonunlariga asosan javob berasiz. Bilaman, hozir boshqa qonun yo'q. O'rtoq komendant, siz yaradorlarni jo'natmay to'xtatib turibsiz. Halqach yo'q menda. Sizda javobgarlik hissi yo'q ekan. Halqach yo'q menda. Nima ochiq havoda turmoqchimisiz? Men shtabga qo'ng'iroq qilaman. Marhamat, qo'ng'iroq qilavering. Siz qayerdansiz? Assalomu alaykum, nachalnik. Salom. Eshalon yetib keldi. Nima olib ketyapsiz? Olma olib ketyapmiz, o'rtoq nachalnik. Nima? Ha. Olma olib ketyapmiz. Menga qarang, hozir hazilni payti emas. Yo'q. Starik hazil qilmaydi. Starik olma olib ketyapti. Mana. Ha. Bezborodko. Eshitaman. Bu yoqqa yurchi. Babushkin. Shu kecha kunduzda G'arbiy front tomonlaridagi ahvol og'irlashdi. Nemis fashist qo'shinlari bizning qismlarimizga qarshi ko'p miqdorda tan, Xotin qizlar terishgan. Shoshmanglar. Shoshmanglar. Butun kolxoz tergan. Shoshmanglar axir. Tez boradi. dushmanning jonli kuchi va terrorga katta talabot yetkazgan qo'shinlarimiz ana shu yaqtada chekinishga majbur bo'ldilar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Marhamat, kelinglar. Meni do'stlarim. Пожалуйста, tanishib qo'ying. Odil. Здравствуйте. Salom. Mansur. Salom. Marhamat, bir piyola choy iching. Yo'q, choy. Bezborodko, boshla. Есть. Babushkin. Olma. O'rtoq leytenant. Bunaqa olmani umrimda birinchi ko'rishim. Oho,
qoyil. Kechirasizlar. Yaxshisini ketibdi. Bema'nilik. Qani, Marhamat. olinglar, Marhamat, olinglar. olinglar. Bemalol, bemalol. Olinglar. Qayoqqa bormoqchisizlar? Frontga. Maskovga olib ketyapmiz. Mana. Qog'ozimiz ham bor. Bezborodko. Eshitaman. Zachim bezborodka? Kerak emas bezborodka. Mana, qog'oz bergan. O'qib ko'r. Hashisni olma bilan yengmoqchimisiz? Ye. Vitamin. Zo'r ekan. Biznikidan ham shirin. Shirin ekanmi? Bezborodka, ajrat parovozni vagondan. Yes. Bezborodka. Bezborod. Babichkin, Ma qara o'g'lim. O, nachaligi qayerda? shu yerda. Baribir foydasi yo'q, Mansur. Bezborodka. Nega qilay, bezborodka? Nachalnik, seni onang bormi? Onammi? Ha. Dnepr tomonda meni onam. Eshitganmisiz? Ha, Dneprges. Ha, eshitganman. Gitler u yerda. Siz bo'lsangiz Bezborodka, olib borib sanitar vagonga ula. Yes. Senga onang yo'lga o'zlari berganmi? Yo'q, seni onang yo'lga pirashka bergan. Pirashka. Bezborodka. Bezborodka ajratmagin. Yordam ber. Nachalnik, o'q-dori kerak-ku. Vitamin kerak emas ekanda. Nima qilasan, staringni xafa qilib, ha? Xo'p desangiz, sanitarniga qo'shib yuboraman. Uyingizgacha olib qo'yadi. Parovozni olib qo'ydim deb qog'oz ham yozib beraman, ha? Yaxshisi menga parovoz ber. Qog'ozing o'zingga siylov. Menga talkash kerak edi, mana bundoq. Bilyapsizmi, otaxon? Mana bundog'ingni bilaman. Talkachingni bilmayman. Men qarang ota. Ikkita parovoz kerak bo'ladi. Bittasi oldinda, keyingisi esa orqada. Tushunarlimi? Ha, tushundim. Talkash bo'lmasa, ishimiz shataq. Shuning uchun ham parovozingizni men chu-chu. Safarbarlik. Nachora, hozir urush payti. Rost aytasan, nachalnik. Urush payti. Kelishdikmi, ha? Ko'nadigan go'sor yo'q. Nima? Kelishmadik. Yehrina. Balo chol ekan u, talkash deganga tushunmayapti. Shunaqa gap, otaxon. Sizga hech qanday yordam bera olmayman. Ruxsat eting, o'rtoq leytenant. Aha. 60 kuncha o'tib ketdi. Kech qolyaptimi? Xuddi shunday, 40 kunga ketishyapti. Kelingiz, sinib oling. Rahmat. Kechikayapti. Talkashsiz kelyapti-da, o'rtoq leytenant. Talkashni qayerdan olasan? Rezervda bitta kukushka bor, xolos. Amallasang ham amallaysan, amallamasang ham amallaysan. Qayoqqa ketyapsiz? Maskovga. Piyoda boraman. Boraman-u. Farzandlarimizga ko'rsataman. Ana. Boshqa yo'q deyman. Boravering. Shoshmang. Babichkin, Men depodagi chollar qalay? Kukushkani tuzatishdimi? pishilyapti shekilli, o'rtoq leytenant. Borib tekshirib kelchi. Eshitaman. O'g'lim. Va, ye. Rahmat.
o'rtoq Finchuk. Mana shu olma sizga. Familiyamni ham bilib oldingizmi? Пожалуйста. Voy chole, boshimga balo bo'ldingiz-da. Hay mayli, kukushkani beraman. Boshqa hech vaqoim yo'q. Sen qarisan, men qariman, bu ham qari. Sal yurvasak bo'lgan ha. Keyin qushday uchib ketadi. Keyin yosh boladay dukonglab ketadi. Yaxshi, yaxshi. Hey! Sanitarniy kelyapti! Sanitarniy kelyapti! Tezroq keta olmaysizmi? Alo! Tezroq qilasang-chi, tez. Semyonish, uxlab qoldingmi? Nima balo qaytasang-chi? Sanitarniy kelyapti. Dalkasiz kelyapti. Parovozni olib qo'yishadi. Sanitarniy kelyapti. Tezroq g'oyib bo'l ko'zdan. Nega menga baqiryapsan? Itvachcha, bir turtib yuborsam o'lasan. Leytenant buyurgan. Leytenant. Yaxshisi menga yordamlash bor. Yaxshi. Bo'l tez. Mana o'sha g'ildirak tagiga sep. Leytenant. Hayda! Tepramastardisa! Sanitarniy keldi. Talkashsiz keldi. Tezroq boringlar. Mashina vokzal yonida kutib turibdi. Talkashsiz ish chatoq. Ajratib qo'ya qol. O'q tovushi yo'q ha. Qara, olma olib kelyapti. Tezda yursalaring-chi. Salom qadrdonlar. Mana O'zbekiston olmasidan olib kelyapmiz sizlarga. Juda mazali, juda foydali. Og'ir ekan. Qaraga qursin. Nima qilardik? Qurib ketib ko'ray. Bir pas turmay ketib qolyapti-ya. Olinglar. Olinglar. Olinglar olmadan. Kelmadi. Hayır. İyiler, boş bo'lsin. Olinglar. Hayır. Ulgurolmadim. Qara, olma sotyapti. Pulni qirayotgan bo'lsa kerak, so'rab ko'r. Ko'zoynaksiz ko'rshabalaydi o'zi san. Hey! Nech puldan sotyapsan? Nech puldan olma? Ha? Olma nech puldan? 500 so'mdan, ma. Ol. Yesi joydan buni? Chayqovchilar. Yuringlar, ketdik. Xafa bo'ldim ulardan. Shunday qilib o'sha stansiyada qolib ketdik. Xo'sh, keyin uyga qaytib keldinglarmi o'sha yerda? Qaytib bo'lmas. Yo'q, qaytib kelmadik. Parvoz berishdi. Keyin u yo'lga ketaverdik. Orolni naryoqda tortgan azoblarni bilsa edi. Hozir kelaman. Yo'q. Orolgacha edi. Yo'q. Orol naryoqda. Kechiring meni otaxon. Qalay, tayyor bo'ldimi? Yana bitta ishim qoldi, keyin senigini boshlayman. Dam olyapsan, u hovliqasana. Hamma hovliqadi. Ishlaydigan faqat men. Shoshilma, muncha hovliqasan. Eshitdingizmi? Shoshilayotganim yo'q, lekin u yerda o'tir. o'rtoqlarim daryo bo'yiga yig'ilib oxirgi marta kavob qilishmoqchi edi.
Men yangi choydorlar 95dan. O'tir. Ta'til tugab qoldi. Hamma har qayerga tarqab ketadi. Men bo'lsam bu yerda yuraman. Men bundan bo'lsang zerikmaysan. O'rtoqlarim kutib qolishdi-da. Hech nima qilmaydi. Bu yog'ini eshit. Ha, esimga tushdi. Bu voqea Orolning nariyog'ida bo'lgandi. Qilichini yalang'ochlab, qish ham kirib keldi. Qor canavar mana bu yerdan kelardi. Yo'q. Mana bu yerdan. Yegan qayib turibsan? Ol. O'zingga ol. Boshqalarga ham ber. Ol. Zina xola. Mana sizga olma. Voy, rahmat. Qayerdan kelib qoldi bu? Ko'zlarimga ham ishonmayman. Vali xola, mana bu sizga. Rahmat bo'lam. Masha xola? Masha xola, eshitmayapsizmi? Mana bu sizga. Sog'likdagi bolalarim bor, xursand bo'lishadi. Здравствуйте. Hozirgi bolalarni ko'rgan kuni bor. Vera xola, mana sizga. Ol, ye qizimga. Здравствуйте. Ko'sta tog'a, qo'lingda nima bor, toping-chi. Nima ekan boya? Mana. Rahmat qizim. Rahmat o'g'lingga. Juda ham mehribon odamlar ekan. Mana xola, mana sizga olma. Rahmat qizim, rahmat. Mana xola, mana bu sizga. Rahmat. Olinglar, olaveringlar. Olinglar. Oyog'ing qani? Masha xola, oling olmadan. Gitar yeb qo'ygan. Yaxshi chalarkansan. Xotin xaloj ana ishlayapti. Men bo'lsam garmon chalib turibman. Menga qarang. Kim bo'lasizlar? Qirg'izmi? Qozoqmi? O'zimizdan. Rahmat, rahmat. Sayr, biz ketdik. Xayr. Xayr, otaxonlar. Xayr. Otaxon. Ha? Qayoqqa ketyapsizlar o'zi? Maskovga. Oq yo'l xudo yor bo'lsin. Yaxshi, xayr, oq yo'l. Hayır. Ama böyle. Otaxon. Otaxonlar. Meni ham o'zinglar bilan olib ketinglar. Odil ota. Odil ota. Ha? Mansur ota qayoqqa ketdilar? Mansur otang saxiylik qilaverish yaramaydi deydi. Olmani beryapmiz. Parovozni berdik. Bunaqada Moskvaga yetib bo'pmiz deydi. Ana. Jahli chiqib nachalnikni topib o'zim gaplashmasam bo'lmaydi deb ketdi. Hali yo'ldan adashmasa ko'rgaydi. Yonmayapti. Yig'layapsanmi? Nimaga? Endi men nima qilaman? Yig'lama. Hademay uyingga yetib borasan. Uyim yo'q meni. Yo'q deysanmi? Onang bormi?
Uyimizga bomba kelib tushgan. Meni olib chiqishdi. Oyimlarni kovlab olish olmadi. Ulgurishmadi. Dadang qayerda? Dadamlar gospitalda yotibdilar. Rizangda. O'sha yoqqa ketyapman. Balkim o'lib qolgandirlar. Dadang tirik. Tirik qizim. Yot endi uxlasiz. Yot endi qizim. Hademay dadangni ko'rasan. Albatta ko'rasan. Urush tugasin. Yaxshi uyga ko'chib kirasan. Yaxshi erga tegasan. Aytganingiz to'g'ri chiqsa, sizga xat yozaman. Xating nimasi bolam? Dadang bilan birga biz tomonlarga mehmon bo'lib kelasan. Keyin yaxshilab qo'lbola palov damlab beraman. Mazza qilib yeysan. Urush tugasin. Yaxshi yashaymiz. Хорошо. Manya. Otim Manya emas, Maya. Ha, Mayga. Uxlayver. Yashash sovuq. Uxlash issiq. Mansur! Mansur? Haalana qolib ketdik. Mana. Salom berdik. Salom. Assalomu alaykum. Здравствуй. Mehmon bo'lib keldik. Bular kimlar? Yaxshi odamlar. Odil deyman. Hozir. O'rsak-chi. Odil. Bo'lsa-ya. Hayat keldilaringmi? Qayerdasan-ku bo'psan? Topsan-ku buni. Buni qo'y, mehmonlarni kutib ol. Ha. Qanaqa odam bular? Yaxshi odamlar. Bajarista. Frontga ketyapmiz deng. Ha. Bu yoqqa olmay yetishmay turuvdi o'zi. Qo'ya hamma narsa bor. Sizlardan yoshroq odam yo'q ekanmi? Yoshrog'imi? Yoshroqlari jang qilyapti. Shuning uchun ham o'zimiz ketyapmiz. Odil Shapkur, Mansur Cho'loq. Men bo'lsam Babay. Shapkor Cho'loq boboy. Juda zo'r ulpat. Osongina yetib olamiz deb o'ylovdik. Moskvagacham. Ha? Shuncha joyga. Poyezdlar turib qolyapti. Ba'zilar qaytib ketyapti. O'qday uchar poyezdlar, izlari qolar huvillab. Shunaqa gap. Bular hammasi vaqtincha. Vaqtincha. Moskvada dudu gap. Xotincha gap bu. Apay. Maskovga nima boramiz? Hayronman. Ko'z yoshimi deyman-da. Moskva ko'z yoshiga ishonmaydi. Yordam berish kerak bo'ladi. Voy, spasiba. Juda to'g'ri gapirding. Otadan ilgari chang chiqarmasang-chi, avval bularning muomalasini bilaylik, o'shanga qarab gaplashamiz. Sen bo'lsang hovliqasan, hovliqishni. Nima deyapsan unga? Men bunga aytdimki, agar biz ketsak, o'shanda spasiba deymiz dedim. To'g'ri. Birga ketamiz, boboy. Agar kelishib olsak. Nima kerak bizlardan? Balo chalagan.
Vagon kerak. Kechirasiz. So'rayotganim uchun nima olib ketyapsizlar? Nima ishing bor seni? Un bilan tuz. Qayoqqa? Tanqis joyga. Извините. Bu nima qilganing? Kimlarni olib kelding? Axir bular chayqovchilar-ku. Sekinroq. Qani jo'na. Hammang jo'na. Yaxshilikni bilmas ekansizlar. Biz parovoz beramiz. Evaziga bitta vagon bersangiz bas edi. Olmani nima qilamiz? Olmanimi? Nima qilardingiz? Cho'lga tashlaysiz. Jo'naymiz desangiz, olmani cho'lga tashlab ketasiz. Qayerdan olasiz parovozni? Sani ishing emas bu. Ha? Topamiz-da. Kerak emas bizga parovoz. Hammang jo'na bu yerdan. Jo'na. Tuyog'ingni shiqillat. Jo'na. Aravangni tor. Aytdim senlardan. Tezroq. Qani bor. Qani? Tezdir. Bol. Nima qilyapsan? Imoyib turibsan. Bo'ldi, tush. Rahmat mehmondo'stligingiz uchun. Jo'na. Boshqa! Ey! Jo'na nerada? Nima? Bu yoqqa kel. Xo'sh. Roziman. Nima deyapsan? Ey, beshinchi oydan Qanday sen gap bu? parovozni nima qiladi bular? Bilib tursanki chayqovchi bular. Ana ular nima deyapti? Ularmi? Ular ham rozi, saqlasin. Nima qilyapsizlar? Nima qilyapsizlar? Kim bu? Kim o'sha laqa? Shallaq emas, u qiz biz bilan ketyapti. Qayoqqa? Rizayga. Otasini oldiga ketyapti. Qanaqa Rizayga? Ha, Rizayga, gospitalga, dadasini oldiga ketyapti. Qani yo'qol bu yerdan. Haydama, xafa qilma uni. U yaxshi qiz yenadi. Maya. Sotib qo'yadi. Yo'q, sotmaydi. Yaxshi qizim-ku u. Ha, yaxshi. Uni xafa qilmanglar. Shuncha joyga olib kelib, qorga tashlaysizlarmi? Qizim-ku. Sekin. Jo'nash kerak. To'xtash nenada? To'xtash. Nima qilyapsiz? Qizim-ku. Bor, taxtasini yig'. O'tin bo'jit, issiq bo'jit. Bor, yig'ib ol. Ketmayman siz bilan. Banditlar. Jon qizim. Banditlar. Nima qilyapsan, qizim-ku? Banditlar. Maya. Qizim. Maya. Qizim. Men senga aytgan edim-a, ularni olmagin deb. Odilam aytgan edi. Lekin sen quloq solmading. O'z bilganingni qil. Xo'sh, xursandmilar endi? Bo'lmasa-chi. Parovozimiz bor. O'tinimiz bor. O'tina. Senda vijdon bormi o'zi? Bir vagon olmani qorga yig'itib tashladik. Kolxoz mulki biz o'sak uni yig'itib tashladik. Axir bunga kim javobgar? Abba, uningni o'chir. O'chirmayman. Hammasini aytaman. Kolxozga borganda ham aytaman. Nachalnik bo'lsang o'zingga. Miyasi yo'q nachalnik.
Nima? Nega uzoq turib qoldik a? Remont qilishyapti yo'lni. Shahar bu yerdan uzoqmi? Shahar uzoq emas. Ko'ryapsanmi? Eshelon turibdi. Товарищ, товарищ. Baraka topkir, biroz ko'miringdan ber. Пожалуйста. Olib kel. Rahmat. To'xta. Muhim gap bor. Aqirma. Qurg'im. To'xta. Yordam kerak o'g'lim. Otib tashlayman. Muhim gap. Qurg'im. Sen olding emas. To'xta. Qurg'im. Muhim gap bor, yordam kerak o'g'lim. Qurg'im. Senga aytyapman muhim gap deb. Tushunmayapsanmi? Kimsan o'zing? O'zbek. Nima? O'zbek. O'zbek? Bormisan o'g'lim? Senlarni ham ko'radigan kun bor ekan. Assalomu alaykum. Mana u birodarlar kurg'om do'rib miyam qoq qo'limga berishdi. Xayriyat. Salomat bo'ling. Muhim masala bor. Yordam berishing kerak o'g'lim. Qurg'im. Gapirish qat'iyan man qilinadi. Hamma tilda ham. Qurg'im. Ota, qayerga bording? Mashinistni oldik, ha? Ko'mir olib keldim. Mana. Mensiz bir qadam ham siljima. Qani marsh vagonga. Bo'ladi. So'kkin sen. Tipirlab qoldimi deyman chollar. İşini rasvo qilishmasaydi.
yozma. Nima qildim sizlarga? Tushunarli. Chashki, obor. Ketdik. Qani bor. Yaxshi yetib keldiringmi, ha? Nima yomonlik qildim? Qo'tiqtayoq denadi-da. Yar. До свидания. Hayır. Пожалуйста. Hayır. До свидания. Xo'p, biz ketdik. Mayli boringlar. Mansur, qani yur, ketdik. Biz vagonda bo'lamiz. Hayır otaxon. Medpunkt, hammom, sartaroshxona, keyin meni oldimga. Tushunarli. Yaxshi. Qani otaxon ketdik. Yana ketib qoldi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rosa boplab yozibsiz otaxon. Везу вагон спекулянт. Хлебом, солью. Встречайте. Народом милиция. Narodim emas. Naradim. Naryad deng. Obbo siz nima degan ekan deb yuribman men buni. Hayron bo'laman. Mayli, sen menga parovoz bersang bo'ladi. Parovoz kerak menga. Parovoz ber, parovoz. Sizni to'g'ringizda kaseta yozamiz. Yo'q, yozma men. Nega? Kampirim yig'laydi. Qani cholim deydi. Bizlarni rais so'kadi meni. Bir vagon olma qor tagida qolib ketdi. Yozma gazetaga. Sen menga parovoz davay. Tezroq davay. yirik tank bo'linmalari bilan qo'llab-quvvatlangan nemis fashist qo'shinlari G'arbiy frontda bir necha bor qaqshatqich hujum qilib, bir uchastkadan mudofaamizni yorib o'tdilar. Ayniqsa Marjaysk va Volokоламsk tomonlarida shiddatli janglar bo'lib o'tdi. Qayerga ketyapsiz o'zi? Moskva bo'sag'asida fashistlarning 17 samolyoti urib Maskovga. So'nggi kunlarga qadar aviatsiyamiz qismlari tomonidan nemislarning 30 ta tanki, 7 ta bronemasinasi, 760 ta avtomashina qo'shinlari bilan yakson qilindi. Aya. Qizimka. Maya. Ota qayoqqa? Начальник yordam ber, пожалуйста. Chashki. Men nega ushlading buni? Nega ushlading? Mana ular bilan ivirsib yuribdi. Daydiga o'xshaydi. Bo'lmagan gap. Nima? Bo'lmagan gap. Chepoxa. Chepoxa начальник. Bu qiz sizni kimingiz bo'ladi? Rahmat. Qizim bo'ladi. Savob. Tekshiramiz. Rost o'xshab ketadi. Ayniqsa burni. Ishing bo'lmasin. Tavba. Boshim qotib qoldi. O'rta kapitan. Nima qilay bularni? Qiynab olishdi. Harbiy sostav bo'lsa, xirapashshadagi yopishib olishdi. Hammasini bahonasi bitta. Lash lushlarini oziq-ovqatga alishmoqchimish. Mana qarang. Hammasi bir qator turibdi. Xo'sh, tushunarli chashkim. Bu qiz bola nima qilib yuribdi? Bu qizni men 3-marta ushlashim. Parovozga kirib oladimi, vagonni tomiga chiqib ketmoqchi ekan. Tenderdaligida ushlab oldim. Shaytonni o'zi zo'rg'a chiqarib oldim. Hayronman nima qildi kapitan. Mana o'chfanda sizga aytadigan gapi bor ekan. Xo'sh, xizmat otaxon. Menga qaranglar. Men bu qizni taniyman. Bu qiz Maya. Otasini oldiga ketyapti. Yarador otasi. Qo'yib yuborsangiz bo'lardi.
Sen bu odamni taniysanmi? Taniydi. Yonimni olyapti. Mendan cho'chiyapti aytib qo'yadi deb. Baribir aytaman. Banditlar bilan chiqishib olgan. Qirdagi qorga bir vagon olmani uloqtirdi. Bandit bu chol. Qamab qo'yish kerak buni. Voy shaytoni. Nega bandit deysan? O'zi qo'lga tushirdi-yu. Yaxshi chol. Yig'lama. Tushunmayapsan. Qo'yib yuborsangiz bo'lardi. Buni-ku qo'yib yuboraman ha. Qiyin emas. Allina-challa. Pravinna. Maya. Yig'lama. Poyezga o'tkazib yubor. Rizaga jo'natib yubor buni. Rizanga-ku jo'natib yuboramiz ha. Bu siz ishingizni nima qilamiz? Nima qilarding? Jo'natib yuborasan. Tezroq jo'natasan. Vitamin. Moddiy faktor. Ruhimga ta'sir o'tkazmang. O'zi shundoq ham dabdala. Esingizdami? Bir eshalon sovg'a bilan kelishgan edi. Nima bo'ldi? Buyruq bor edi. Nutq so'zlandi. Duxovoy orkestr chalib turuvdi, shundaqmi? To'g'ri. Sizlarchi? Nutq nenadi? Muzika nenadi? Parovoz ber menga. Sizni kim yuborgan o'zi? Komendant bechora voy edi. Jonon odam. Sizga ham yordam berdimi? Olamda bilasanmi qancha yaxshi odam bor? Bitta yomon odam bo'lsa, 1000 ta yaxshi odam bor. Yo'q. Bitta yomonga 2000 ta yaxshi odam bor. Shu bor deysiz. Yaxshi odamlar ko'zga ko'rinmaydi. O'zini aravasini o'zi tortib yuraveradi. Yomon odamchi. Ko'ruchovni o'zi. Og'riyadi. Kesib tashlamasang qutulmaysan. Komendant juda ham yaxshi odam edi. Bizlarni tarqatib yubordi. Nega tarqatib yubordi? Haligi har xil sastavga qo'shib yubordi. Bunga Maskovda topshib olasizlar dedi. Temirchingiz ham o'shanaqa yaxshi odam bo'lganda, meni ham kunim bekorga ketmasmidi? Shunday qilib jo'nadik. Pushka, tanka, olma. Qanaqa stansiya? Moskva. Ha? Moskva. Aytganingiz keldi ha. Xudoga shukr. Mana yetib keldik. Marhamat. Shunaqami? Yasha o'g'lim. Böyle bir pasayib tur. Assalomu alaykum. Xo'sh, qalay Moskva? Miqta yaxshimi? Ha. 20 minut vaqtimiz qoldi. Shunaqami? Moskvadagi g'alabamiz haqida o'z taassurotingizni aytasiz. Bu g'alabaga bo'lgan ishonchimizni aytasiz. Qani? Albatta. Sizlar kuchim ko'p deb behuda maqtanganini aytasiz. Tankini ham, pushkasini ham yakson qildik. To'g'ri. O'zini ham dumin tugamiz deysiz. Xo'p bo'ladi. Xullas, yuragingizdagi bor gapni aytasiz-da. Hop. Hozir so'z O'zbekistondan kelgan mehmonga beriladi. Marhamat qiling, bu yoqqa o'tiring. Hech qo'rqmang, hech cho'chimang. Muvaffaqiyat tilayman. Bu rahmat. O'tiring.
Ko'tarib gapiring. Tayyorlaning. Biz bu yerga olma olib keldik. Mana bunaqa. Yaxshi olma. 3 kishi olib keldik. Odil, Mansur va men. Olib keldik-ku. Sizlarga yeta olmadik o'rtoq jangchilar. Fashistlar qochib ketibdi. Yo'llar buzilgan. Iltimos, kimda kim frontga o'q-dori, oziq-ovqat olib ketayotgan bo'lsa, Qozon vokzaldagi yuk topshiradigan hovliga kelsin. Olmadan olib ketadi. Iltimos qilaman. Chin yurakdan olmadan olib ketinglar. Mazza qilib choy ichib o'tiribdi-ya. Bok beg'am. Anvar, sekin nima bo'ldi? Anvar. Hey! Xayriyat topdi. Bormaylar. Ha, kelinglar. Yostiqqa cho'zilib yotibdi qaranglar. Biz ahmoq bola xavotir olib yuribmiz. Kim xavotir oldi? Masalan, meni esimga ham kelmadi. Bizni topib olishni bilardim. Buni xavotir oldi qala. Menga mana bu otaxonimiz frontga olma olib borganlarni hikoya qilib berdilar. Juda qiziq ekanda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Ha, endi tushundim bolalar. Ijodiy uchrashuv bo'pti. Kino va tomoshabin. Olqishlar. Ko'p qildinglarmi? Ko'p. Seni kutaverib barimiz ko'p bo'lib ketdi. Hammani qaytarib keldim. Merci. Rahmat bolalar, umrbod esdan chiqarmayman. Velosipedim qani? Ustaxonada hozir olib kel. Tezroq bo'l. Bo'lmasami, Saymon chidamayapti. Menga qara Anvar. Mashinada olib borgan olmalarimiz bilasanmi nima bo'lgan? Ota, kechirasiz meni, ustaxonaga borib kelay. Uzr. Hozir kelaman, hozir. Anvar. Aqsal oldi. Olmani frontga olib borganimizda qarasak, haligi ota, kechirasiz meni. Ustaxonaga darrov borib kelaman. Ungacha bolalarga aytib berib turing. Bolalar, eshitib turinglar, men hozir kelaman. Hozir. Ota, nima? Moskvaga olma olib borganmisiz? Ha. Qachon olib borgansiz? 41-yilda. 41-yilda-ya. Ota, qani aytib bering. Jon deb eshitamiz. Aytib ber opaling, jon ota. Aytib ber opaling. Yuringlar. Men sizlarga achchiq choy damlab beraman. Yuringlar. Tayyor bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Xayriyat. Qalay, tuzukmi? Voh. Bir zamonda mana shu qishlog'imizda Iskandar Zulqarnayn o'tib ketgan ekan. Qarasan lashkarlari o'lgidan holdan to'yibdi. Nima qilish kerak? Olmamizda yeyishdi, darmonga kirishdi. Juda ham olib qochadigan chol ekanda. To'q voradi-ya. Nima ham derdik?
Hamma ish bilan ovora. Choyxona bo'sh yotadi nima qilsin? To'qiydi-da. Xuddi Xo'ja Nasriddinni o'lsa. Ha. Anvar, ketdik. Hozir. Qancha beray sizga? Qo'yaver. Keyin berarsan. Axir, boraver. Albatta beraman keyin, albatta. Ha, mayli. Qayerda o'qiysan? Moskvada. Ertaga jo'nab ketyapti. Albatta olib beraman. Ha, men qara, esdan chiqmasin. Yo'lovchi grajdanlar, 23-Toshkent-Moskva poyezdi birinchi yo'ldan jo'naydi. Ehtiyot bo'linglar. Alvar! Alvar! Menga qara, Alvar! Mana men. Alvar, menga qara. Menga qara. Hali gapirib yo'qkin deyapman. Agar hop yo'qsam albatta yo'qaman. Sizlar ham hadi yozib turinglar, hop. Bo'lsa, hop, hayır. Anvar, Gulixon, kiringlar, choy ichamiz. Rahmat amaki. Rahmat. Ana u choyxonadagi cholga juda ham o'xshab ketar ekan, Moskvaga olmoq borgan cholkami? Hada, lekin hamma gaplari uydirma. Nimaga unaqa deysan? 41-yilda olib boradi. Moskva qili uchida turibdi, kim ruxsat beradi unga? Bekorga. Bordik deb aytib beribdi-yu. Choyxonada o'tirib olib o'zicha to'qiyveradi. Yolg'on gapirar ekan-da. Shunga o'xshashroq. Ertak orzu degan gap. Inson ko'p narsani orzu havas qiladi. Ushalmagan orzulari odamni hayajonlantiradi. Inson biron narsa qilgani keladi bu dunyoga. Ya'ni qahramonlik ko'rsatgan. Samovardan nima chiqardi? Demak, cholga ishonmas ekansan. Seni o'rningda men bo'lsam, film yaratardim. O'sha vaqtda olma olib borgani haqida. Film qilsa bo'ladi-yu, samxor qo'yadigan opachar cholni ko'rsatishni o'zi kifoya emas-da. Pulni surma, suvdek tekin. O'zingga yaxshi olma. Qara. O'zing yesa boshqalarga berasan. Barakat top. Qani ko'tarish bor. Ay yasha, qara. Osh bo'lsin. Men o'sha cholga ishongim kelyapti. Yosh bolalar ertaga yaxshi ko'rishadi. Baribir. Yo'q, Guli. Agar birinchi kartinamni urush to'g'risida oladigan bo'lsam, uydirma gap bo'lmaydi. Faktli. Ayni faktli bo'ladi. Xuddi xronikaday. Bizning qo'shinlarimiz g'arbga qarab hujum qilishni davom ettirmoqdalar. O'zbek xalqining vakillari G'arbiy front jangariga 73 vagonda yangi yil sovg'alari keltirdilar. Saxiy o'zbek yerida yetishtirilgan turli xil meva, yong'oq, gurunch singari jamiki noz ne'matlarni qahramon Moskva himoyachilariga sovg'a qilib yubordilar.
Lida, mana shu rolini yana boshqatdan ko'rsatsangiz. Shuljenka nima? Ha, o'shandan keyingisini. Tayyor bo'ldimi? Boshlayvering. Yaxlab qo'ygan ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmon keling hormang. Qani xizmat? Ota qanilar? Qanaqa ota? Shu yerda ishlardilar-ku samorchi. Ha. U kishi yo'la. Bilasizmi, u kishida zarur ishim bor edi. Qayerdan topsam bo'ladi? Vafot etgan. Vafot etgan? Ancha bo'ldimi? Yangi yil arafasida. Mana bu odamni-chi? Mansur akani. Taniysizmi? Yo'q, taniyman. Mansur akani qazo qilganlariga 5 yil bo'ldi.
Ey oğlum, yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Salomatmisan? Rahmat. Sog'lik qalay? Qani cho'lab. Tanidingizmi meni, ha? Bo'lmasa-chi? Student. Pulni olib keldingmi? Ha, hozir. Mana. Marhamat. Kutmagan edim. Esingda bor ekan, barakalla. O'zingga kerak yo'q qila. Rahmat. Bilasizmi? Moskvaga rostdan ham olib borishgan ekan. Cholni gapirganlar to'g'ri ekan hammasi. Bo'lishi mumkin. Siz mana bu odamni, Odil akani taniysizmi? Bu Odil Cho'loq-ku. Ha, Odil Cho'loq. Chol shunday deb gapirgandi u kishini. Ha, Odil Cho'loq. Hozir qayerdalar? Odil aka qaytib kelgan emas. Halok bo'lganmi? Bilmadim. Qaytib kelmagan. Shunaqa deb eshitganman. Aniq biladigan odam bormi? Qayda? O, mahkama aka. Labbay. Kim biladi? Men bilmayman. Men bu yerga boshqa qishloqdan yangi kelgan odamman. Bu qanaqa gap o'zi? Shunaqa ham bo'ladimi? 3 kun bo'ldi tayyor bo'lganiga. Qishloqqa chop ketmaysizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshidan rosa shoshiblar. Boshqa ishlarimni tashlab qilib o'tiribman. Bunaqaligini bilganda rozi bo'lmasdim. Bitta o'zim bo'lsam, yordamchim bo'lsa, bunaqa qilmaylar-da.